Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 21-noyabr, Xudo xolasa 7ga to'g'rimidi? Ha, 7ga to'g'ri do'konimizni Xudo xolasa bitkazib berdik. Nasibimizda. Kecha boshladik, kecha ertalab 20-noyabr ertalab boshladik. Mana bugun 21-kechqurunga tugatib beryapmiz. Ikkita eshik, bitta xona. Xo'p, bu do'konimiz Mokriy mebel svetda. Oldu. Antrazet. Tunukalar ham antrazet. Ranglar olgan. Uzoq yerda xizmat qilyapti. Ichlar mana qo'lingni, diyorlarni, termoplastik splashlar. Mana hamida qo'shimcha eshik. Qo'shimcha eshik. Bu do'konimiz Xorazm viloyati Gurlan tuman. Gurlan, ha? Qaysi mahalla? Paxtachi. Pravda. Pravda. Ha. Do'kon qanday? Yoqdim mana xudo shukr. Serial yaptimi? Seriousni. Yoqdim xudo shukr. Hozir bir ikki odam ko'rib ketdi, zakaz qilamiz deb. Xudo shukr mana. Ustonlardan hozirsiz? Roziman mana. Yaxshi pul ishlating. Xullas, respublika bo'yicha dastlabki ustanovka qilib beramiz. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Rahmat, sog' bo'ling, salom. Aka,